qayta sog'ini bezagi bo'ladigan chakchak bo'g'irsoqni qilishni sizlarga o'rgataman. 200 gram sut, 200 gram suv, 250 gram eritilgan sariyog' yoki margarin, 2 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq sila tuz, 4 pela un solib, yumshoqni xamir qilib olamiz. Yumshoq bo'lishi kerak. Ikkita zuvala qilib 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Endi xamirimizni yoyib olamiz. Yoyib olganimizdan keyin 450 dan qilib kesib olamiz buni. Xamirlarimizni yoyib, eritilgan margarin surib olamiz. Saqlayotgan xamirimiz 4 qavat bo'lishi kerak. Oxirgi qavatiga yog' surmaymiz. 1,5 santimetrdan qilib kesib olamiz. Buni burama qilib yasab olamiz. Muzxonaga qo'yib yarim soatda qotirib olamiz. Siropi uchun 200 gram shakarga 200 gram suv solib, o'rta olovda qaynatib olamiz. 300 gram asal solib, aralashtirib olamiz. Ichlari yaxshi pishish uchun past olovda pishirib olamiz. 1-2 minut siropda ushlab olamiz. Siropdan olib talinkamizga chiroyli qilib yashlab olamiz. Chiroyli chiqqanda yaltirab chiqibdi. Bismillah. Voy, shunaqa ko'mir chiqibdi. Og'zingizda eriydi. Juda ham mazali.